Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun mana shu drobilkalarimizni, ko'rinishdagi drobilkalarimizni obzorini sizlarga qilib o'tmoqchiman. Bular haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilib ko'raman. Bugun tak chislomiz mana 22-fevral. Xo'sh, yakshanba. Birinchi boshlaydigan drobilkamizga keladigan bo'lsak, bu drobilkamiz mana avval chislolardan boshlaylik. Qarang, 2026-yil 1-oy. Bu modelimiz ko'rinishi o'sha hamma so'rab avvaldan foydalanib keladigan eng mashhur modelimiz hisoblanadi. Eng ko'p odamlar foydalanayotgan modelimiz hisoblanadi. Bu modelimizda odamlar talab ko'proq bo'lgani uchun mana shu modelimizdan hozir olib keldik. Yana yangi partiyasi keldi, chislolari bilan yangi. Mana ko'rinish, mana ob'yomlar, chiqarish ob'yomlari, kilovatlar mana bu yerda ko'rsatib berilgan. Bemalol bu bilan tanishtirmasam ham bo'ladi. Bunga hamma taniydi, biladi. O'sha sitkalari 4 ta sitka bilan jihozlangan. Yonidan solinadi, mana qotiriladigan, mana akkurat ishlangan mana plastmassalari bilan. Ruchkalari bor, yonida ko'taradigan. Bemalol mana tepada don o'tkazadigan joy, mana ochib yopadigan, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli ishlangan. Kraskalari juda sifatli kraskalar bilan mana qilingan, yaltirab turibdi, bilinib turibdi. Bular mana orqa tomonidan ochilib yopiladi. Bemalol mana ochib ko'rishingiz mumkin. Mana kuydirilgan kalyonni pichoqlar bilan jihozlangan. Malotoklari bor, mana don ezadigan, ham don, ham hashaklarni maydalab yanchib beradi bular. Chiroyli qilib o'tkazib beradi hashaklarimizni. Avtomatlarga keladigan bo'lsak, mana avtomatimiz. Bu yerdan o'chirib yoqasiz, bemalol qalin mana kabellar bilan jihozlangan. Motorimiz o'sha 4 kilovatlik 4 burchak motor bilan Bao kompaniyasiga tegishli. Mana 4 kilovatlik. Pastokka ishlaydi bular. Bemalol o'ylanmasdan olsangiz bo'ladi. Har qanday sharoitda 160 dan 250 tokka bemalol ishlab beradi. Hech qanday muammo qilmaydi. Bu modelimizni ko'proq so'ragani uchun bu modelimizni yangitdan mana olib keldik. Odamlar talabiga binoan bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana shu pastdagi raqamlarga kimga qaysi variantdan kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Bu modelimizga o'tamiz endi. Bu modelimizni ham xuddi shunaqa 4 ta sitka yonidan o'tkaziladi. Mana ichki tuzilishlari ham shunga o'xshash, faqat bu keyingi modelimiz hisoblanadi. Mana tuzilishini ko'rsataylik. Bundan farq qiladigan joyi oyog'i turbo bo'ladi, bularda o'gilnik bo'ladi. Buniki turbo bo'ladi. Motorlar o'sha bir xil, ikkalasi 4 kilovatlik motor bilan jihozlangan. Bu ham Bao kompaniyasiga tegishli. O'sha avtomat, bir xil avtomat. Kabellar mana qalin kabellar bilan jihozlangan. O'sha ruchka, bu tomondan mana ochilib yopilishi, o'shanaqa ochilib yopiladi bu ham. Buni bunkeri bunga nisbatan ozgina pastroq bo'ladi, mana solishtirib ko'rganda pastroq bo'ladi. Tuzilishiga mana ikkalasiniki ozgina farq qiladi. Ko'rinishiga qarab, qaysi model sizga yoqadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib aytsangiz, mana shu modellardan. Bularning ranglariga e'tibor qilmaysizlar, chunki bunda ham yashil rang bo'lishi mumkin tepasida yoki qizil rang. Bunda ham xuddi shunday sariq yoki qizil bo'lishi mumkin. Tepasi har xil bo'lishi mumkin. Endi masalan siz xohlasangiz sarig'idan, ko'kidan deb agar sizga yoqadigan rangni o'zingiz aytadigan bo'lsangiz, o'shandan ham jo'natib beramiz buni. Keyin mana bu modelga o'tadigan bo'lsak, bu modelimizda mana ko'ryapsiz, bular ozroq bularga nisbatan ozgina o'zgarib kelgan 4 ta oyoqli hisoblanadi bu. Motor o'sha 4 kilovatlik motor. Bir xil mana Bao kompaniyasiga tegishli. Avtomati bu yonida bo'ladi, qotirilishi. Kabellar o'sha qalin kabellar. Mana bunda ham xuddi shunaqa 4 ta sitka mana yonidan solinadi, qotiriladi. Ko'rinishlari, tepalari bu bilan bir xil hisoblanadi. Oyoq qismi o'zgargan. Keyin bu modelimizga o'tamiz endi. Bu modelimiz endi nega bir xil narsani qo'yib qo'yibsizlar deyishlaring mumkin. To'g'ri, bu bilan buni umuman ko'rinishida farqi yo'q. Faqat bitta farqi bor buni. Farqi bu motorida. Motorga keladigan bo'lsak, mana Copper deb yozilgan, bu 100% mis motorlik 4,5 kilovatlik Bao kompaniyasiga tegishli 4 burchak mis motorlik drobilka hisoblanadi. Bu drobilkalarimizdan kimga kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizlar Bao kompaniyasini mahsulotlarini yetarlicha yetkazib bera olamiz. Yetarlicha bor, skladlarimizni mana ko'rib borishingiz mumkin kanalimizda. Keyin bularni mutlaqo yetkazib berishi mutlaqo bepul. Bularga kafolatlar ham bor. Bemalol kafolatlari bilan yetkazib berishi mutlaqo bepul O'zbekiston bo'ylab. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.